400'dan umuman ko'nglim to'lmadi deb yozvoribdi klient. Xullas ketish payti menga ertaga soat 11ga bitta 50 minglik tort tayyorlab bering iltimos deb yozvoribdi. Xo'p bo'ladi, 50 mingga faqatgina bento tayyorlab bera olaman. Bo'ladimi desam, ha bo'ladi, faqat iltimos 11dan kech qolmasin. Maylimi? Keyin dasturga qilib chiqarib bera olasiz dedi. Ha, albatta, deb zakazni qabul qildim va ertasi kun soat 11da dasturxonni aytgan joyga chiqazib berdim. Dasturxonni chiqarganimdan 15 minut o'tar-o'tmas menga 400 dan umuman ko'nglim to'lmadi degan esimiz keldi. Judayam hayratda qoldim ochig'i. Voy nimasi yoqmadi desam, men katta tort xohlagandim. Siz esa kichkina tort jo'natib boribsiz. Menga umuman yoqmadi. Qizimni tug'ilgan kuni edi. Kayfiyatim ham buzildi dedi. Opajon, siz hali bento nimaligini bilmasdan zakaz berdingizmi? Bento shunaqa kichkina tort bo'ladi dedim. Va jahl qilib qaytib umuman tortchilarga tort zakaz bermayman. Undan ko'ra magazindan deya tort olganim yaxshi edi. 60 mingga kattagina tort berar edi deb jahl qildi. Ochig'i men ham biroz jahlim chiqdi va men sizni tort oling deb yoki zakaz bering deb majburlamadim, to'g'rimi? deya mavzuga nuqta qo'ydim. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu bentoni ustiga qanday yozuv yozdim yoki qanday bezak bilan bezatdim? Kommentariyada yozib qoldiring.